ciddi varantum gombang 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 müzik oğan dibağki tazı çıkra. Abdumjit akam shu dardini boshqalarga aytmay ichida saqlab beram yurish bilan boshqalarga aytib azobni yengillatishning salomatlikka bo'lgan foydasi va ziyinini bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Botu, endi bu jahonda hayot yashaymiz-kan, ko'zimiz uchiq, quloqimiz anglaydigan holat bilan o'tmiz-kan. Toki mushu podsholardan boshlab qalanda tilamlikchiligicha hammalarning dardi bor. Dard tortib boqmagan, ish pishib boqmagan odam yo'q bu jahonda. Anda olsa ba'zi odamlar nurg'unlagan kulfatlarga uchrasima, nima uchun yana bu jahonda kulib, aktivlik holatda xushal-xuram yashalaydi. Yine bazı adamlar azraq kep qolgan shu g'am qayg'u dard alamning ishidan qutulib chiqolmay, ro'y azob tortib, hatto o'zini o'ltirib atgan, har xil ro'y kasallarga giribtorlab qolgan bunday kep chiqib degan chig'imizda bayon deganga o'xshash biz qabul qilgan bir yemaklikni 4 o'rindan siqib chiqarayotganga o'xshash biz qabul qilgan har qanday bir uchur, har qanday bir gap so'z, har qanday bir shay'iy ko'rinishlarga nisbatan biz vaqtida inkos qaytirib badan sirtimizda chiqib o'tib turmasak bizning g'am qayg'u dard alam qoplayapti. Masalan, ishingiz pishdi, ko'nglingiz yerim bo'ldi, birisidan izo ahonet til haqorat eshitdingiz. Endi biz buni qanday qildik desak, bir urush qilib olmaydi. So'qash qilib olmaydi. Chunki u yo ota-ona, yo cho'ng rahbar, yoki bo'lmasa o'zingizning farzandlari, yoki bo'lmasa qo'l taklif qilib olmaydigan bir odamlar. Endi qanday qilamiz? Chet elda maxsus ish ko'rib o'lgildimi ko'ryapsizlar, tor dunyolarda maxsus odam urtgan haykalini yasab qo'ydi. Usong butib, birib bug'in ishing bak shiddat ulab ketgan bo'lsa, biratal tamlarga urib dadangni chiqarib ol. Boksor xalqi uval yoki bo'lmasa aytdi jiddiy varantum gombang 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 müzik oğan dibağki tazı çıkra vaqra yoki bo'lmasa soyga chiqib xijil bo'lsang tozda qaqoqlab qiqilib yig'lab ber. Mana bu mushu alomatlar sening badaning kirgan ba'zan dard alamni tez sur'atda chiqarib olaydi. Yig'lashning o'zi vaqti kelgan chog'da nihoyat bek foydali. O'zini qo'yib bir tozda qattiq bir yig'lab olgan odam yig'lab qopgandan keyin kayfiyati shunday yaxshilanib qoladi. Endi yig'layapmisa yo dardini ichiga to'kanmasa, dardini qaqa to'kanmasa, yaqin do'stlari bilanmasa, bu odam asta-asta ichki a'zolarda pasib ruh taqilib, ichki a'zolarninki metabolizm aylanishi, bularning o'z oldida qon quvvatni taqitishi tuvallab badan kundan kunga ruhsizlanadi, kundan kunga sochlar maylashib tushadi, oqirdi, qo'riqlar tushadi. O'zingizning yeshig'i mos kelmagan holatdagi teriga nurg'unlagan shunday dog'lar tushib, kundan kunga tushkunlashib, xalqli ko'rsa bu degan ro'y kasal, bu maluxuliya, bu sarong deganga o'xshash badnomlarga qilib, shuning bilan muddatdan burun hayotingizni oxirlashtirishingiz mumkin. Shunga ko'nglingizga kelgan shunday ichki pishiq datalamlarni xushallik kelganga o'xshash, shunda hammadan ifodalab chiqara olganga o'xshash, sizma mush ichki pishiq dard alamni badan sirtingizdan tabiatga kang qo'yiting. Masalan, yig'lash orqali, to'lash orqali yoki bo'lmasa biratal jismni yoki bo'lmasa biratal narsani ancha muncha tepib urish orqali dardingizni chiqarib o'tirishingiz mumkin. Endi bu dard ishingizga qolgan sira bu asta-asta yo'g'inib, balkim psixik jihatdan hatto asta-asta ruhmasga kelib chiqib, keyin ichki a'zolaringizda nurg'unlagan zaxmlanishga keltirib chiqarib qo'yishi mumkin. Menimcha o'g'an chog'da bu dard alamni yoki yaqin do'stlaringizga yoki bo'lmasa kang tabiat qo'yniga har xil usullar orqali chiqarib o'tishning o'zi salomatligingizga nihoyat zo'r foydali. Hatto ichki a'zolarda ko'rilayotgan ba'zi ig'ir kasalliklarmi shu banada o'zligini yo'qolib ketishi mumkin. Chunki biz tibobatda ruhiy kayfiyatni nihoyat yaxshi tuta oladigan, her zaman her vakit xushal bo'la oladigan, o'ziga kelgan dard alam, g'am qayg'u, azob uqubatni yana xushallik bilan kutib olib, xushallik bilan tabiat dunyosiga, jamiyatga qaytarib qo'yadigan odamlarda alohida cho'ng kasal bayqamadi. Ular kundan kunga uzun yashayapti.